Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganingiz Yalqin Rozining Uyg'ur yangi ma'arifi qachondan boshlangan nomli maqolasi. Mazkur maqola avtorning Lay qal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamidan elindi. Uyg'ur yangi ma'arifi qachondan boshlangan? Birinchi bo'lim. Uyg'ur yangi muarif harakati qachon, qandoq boshlangan degan masala hozirgacha mujmal holatda turmoqda. Tadqiqotchilarning ziddiyatlik bayonlari va gumoniy qarashlari bu haqda izlanib, tarixiy chilliqqa uyg'un yakunni chiqarish zaruriyatini taqozo qilmoqda. Ilmiy tarix yozish engi va metodi shakllanmagan ahvolda qitirqinib izlanmay, faktlarni selishtirib dalillamay, inchiki tadqiq qilmay, odatdagi kishilarning aslimisi, ongni bilib deb berganlariga asoslanib, hissiyotga berilib, tasavvurga tayinib, kamtuk yerlarga kelganda yolg'on yovdoq qistirmalarni qo'shib yozilgan asarning qoyil qilish kuchi bo'lmaydiganligi aniq. Shunga tadqiqotchi oldi bilan har biri so'ziga ega bo'ladigan, aniq tushuncha bera oladigan ilmiy pozitsiya va mas'uliyatchan ruh turg'izish bek muhim. Bundaq shartni hozirlamagan ahvolda yozilgan asarlarga muntazam tarbiya ko'rgan tarix tadqiqotchilari e'tiborsiz muomala qiladi. Ishonchlik ilmiy manba sifatida qaramaydi. Bizning tadqiqotchilarimiz orasida ilmiy tarix yozish engi va metodini shakllantirishga sal qarash xohishi xelala ig'ir deyishga bo'ladi. Tadqiqot sohasida ilmiy tarix yozish engi va metodining bo'lmasligi ilm sohasi ko'rishni qat'iy xohlamaydigan masaladir. Uyg'ur yangi ma'arif harakati qachon, qandoq boshlangan degan masalaning o'tirg'i qo'yilishi mana mushundoq orqa ko'rinishga ega. Nurg'un kishilar Uyg'ur yangi ma'arif harakatining qachon va qandoq boshlanganligini aka-uka Musaboyevlar ona yurti Ustinotushning Eksoq kentida maktab ochib 1885-yili boshlagan deb to'naydi. Bu qarash hozir Abdunum rayonimiz tavasida ilm ahlilari va odatdagi avam ichida umumlashgan odatdagi savat bo'lib qoldi. Ko'plagan nupuzliq asarlargami, xeyli nomi bor tarix tadqiqotchilarining kitob maqolalarigamu ashu holatda kirgizildi. Hatto Xinjiang ensiklopediyasi nomli kitobqami Xinjiangning zamonaviy maktab ma'arifi eng dastlab 19-asrning oxirlarida borliqqa kelgan. Eksoq boshlang'ich maktabi 1885-yili 10-oyda Uyg'ur sodigar Husayn Musaboyev va Bahovuddin Musaboyev aka-ukalar qurgan Uyg'ur ma'arif tarixida eng burun qurilgan zamonaviy maktab. Qurilgan vaqtida 4 o'qituvchi, 3 sinf, 105 o'quvchi bo'lgan. 1936-yili bu maktab hukumat boshqarishiga o'tgan deb yozilgan. Men Uyg'ur yangi ma'arif tarixiga qiziquvchi va bu sohada tadqiqot ilib borg'uchi bo'lish sifatim bilan Uyg'ur yangi ma'arif harakatiga aloqador materiallarni ko'p o'qiyman va to'playman. Mening Uyg'ur yangi ma'arif harakati qachon, qandoq boshlangan degan masala ustida gumonimning shakllanib, shu mazmundagi asarlarga tanqidiy pozitsiyada muomala qilishga boshlashimga Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi 1997-yili besib tarqatgan Yang Farin bosh muharrirligidagi bir ishki material sabab bo'lgan. 1999-yili qo'limga tushgan bu materialda Ahmad Kamal 1914-yili 3-oyda sayohat pasporti bilan Qashqarga kelgan. Shu yili u 25 yoshda edi deb yozilgan. Bu materialda yana 1915-yili Qashqar Koni shahar ombili Shao Zhenjiang Turkiyalik Ahmad Kamal degan odamning bir alohida sinf ichib, uningga diniy maktablarda arab, Fors tillarini o'rgangan o'quvchilarni maxsus qabul qilib, otushda muallimlik qilayotganligini Yang Zinshinga ma'lum qilgan.
Yang Zongxin dərhal bu adamның ahvalını sürüştürген, hamda Şimali rayon hökuməti xarici işlar vazaretiga ma'lum qilib, bu maktabni tarqitib etgan və münasibətlik xadimlarni ta'qib qilgan. Ahmet Kamalni Örümchiga 2 yil qamab, 1919-yili Shanxay orqali Turkiyaga qaytarib etgan degan inchki uchurmi bor edi. Bu inchki uchurlar men ilgari o'qigan asarlardagi mushu haqdagi tomtoq bayonlari bilan birdek emas edi. Shu kamgacha men o'qigan aloqador maqola asarlarda Ahmet Kamal 1907-yildan 1909-yilgacha Eksaqda Darul Muallimin maktabi ochgan. 1909-yili dag'dug'uluq o'qish bitkazish murosimi o'tkazgan deb yozilgan edi. Bununla qo'shib yana xeyli ko'p hayajonliq qistirmalarmi bor edi. Shuningdan boshlab menda 1914-yildagi voqeani to'g'ri bayon qilolmaganligimizga qaraganda, uningdan 30 yil ilgari bo'lib o'tgan deyilayotgan 1885-yildagi maktab etish voqeasini to'g'ri yozolmadikmi qandoq degan savol tug'ildi. 2000-yili Yaponiyalik Oyeshi Shinichironing Qashqardagi yangilikqa ko'chish harakati nomli maqolasining izohat qismidagi 1985-yili 11-oyda Usnatush yezisining Eksaq kentida tunji boshlang'ich maktab qurilganligining 100 yilligini xotirlash murosimi o'tkazilgan ham aslimalar nashr qilingan. Bununla asoslanganda Mosabay jamoatidan Bahovuddin Bay 1885-yili Şinjangda tunji yangicha usuldagi boshlang'ich maktabni ochgan deyilgan. Bu amaliyat bo'lganda Ismoil G'asprali tunji ulgulik maktab ichib, orqadanla Qashqardami mushundoq muarif yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Buningdan Uyg'urlarning o'zlari ichidami shubhalanguchilar bor. Shu yilni bekitadigan tarixiy material texi oshkora bo'lmay turganda, buni amaliyat deb bekitib etishga bo'lmaydi. Madaniyat zo'r inqilobidan keyin e'tiqod va milliy madaniyat huquqi asliga keltirilganligini ko'rgan Uyg'urlar o'z millatining madaniyatini ko'tarish, 1985-yili xotirlash murosimi o'tkazish uchun tunji maktab ochgan vaqtni 1885-yilga ulashtirib, tarixiy haqiqat qilib olganmidi deb o'ylayman. degan qarashlarni o'qib, shak shubhasiz holda bu haqdagi tadqiqotda xatoga aniq yo'l qo'yibdiq deb ishondim. 2002 yilga kelganda Ahmet Kamalning ayni yillardagi ahvollarini, ya'ni 1914-yildan 1920-yilgacha İstanbul, Qashqar, Urumchi, Shanxaydagi sarguzashtlarini xotira shaklida yozgan kitobini o'qishga muyassar bo'ldim. İstanbuldagi O'tkan nashriyoti 1997-yilda nashr qilgan bu kitobda nihoyatda qimmatli bayonlar bor edi. Lekin Uyg'ur yangi ma'rif harakati qachon, qanday boshlangan degan masalaga aloqador javob yo'q edi. Shundaqdimi men bu qimmatli asardan Qashqar odatlari haqida degan mavzu ostidagi mazmunni tayyorlab, Miros jurnalining 2003-yillik 3-sonida o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirdim. Qistirib o'tib ketay, Yalqin Ro'zining Qashqar odatlari haqida nomli bu maqolasi kitob o'qish munbirimizda ilgari o'qilgan, xohlasanglar izlab bir anglab baqsanglar bo'ladi. Xo'sh, davomlashtiray. Qisqasi, bu kitobni o'qigandan keyin nurg'un aniqsiz masalalarga javob topgan bo'lsam-mu, ammo qachon, qanday boshlangan degan masalaga yepishib qoldim. Bu masala ustida to'p-to'g'ri 10 yil izlandim. Tugun oxir yeshildi. Uyg'ur yangi ma'rif harakati qachon, qanday boshlangan degan masala haqidagi pokitliq ilmiy yakunimni udulla o'tirg'a qo'ysam, barliq ishda qarag'ularcha holda yerlik ustunlik yoki milliy ulug'liq izlaydigan hissiyot tipidagi sodda kishilarga zarba bo'lishi mumkin. Ilmiy ruhi kam ziyolilar tarafidan otkorchi atalishim turg'anli gap. Ammo men
ilmiy haqiqatni yoqlayman. Tarixiy faktni hurmat qilaman. İzlengüchü bo'lish sifatim bilan menga shu narsa ayonki, butkul g'arb va sharq dunyosida, shundaqla turk tillik millatlar tarixida yangi ma'rif harakati qachon, qanday boshlangan degan masala intayin cho'ng masala hisoblanadi. Bundaq cho'ng harakatning vujudga kelishi bir talay ishki tashqi sabablarga bog'langan bo'ladi. Odatdagi o'qirmanlarga ham nazar doirasi tor ziyolilarimizga bu to'g'riliq muayyan tushuncha bermay turib, tüp masalani o'tirg'a qo'yish bilanla ularni qanoatlantirgili bo'lmaydi. Shundaqla ularga bu haqdagi izlanishning ilmiy ahamiyatini his qildirgili bo'lmaydi. Chunki bu xildagi kishilar ilmga yotadigan masalalarga mahallaviy ong bilan muomala qiladigan bo'lg'ashqa, haqiqat bilan sapsatiga ilmiy pozitsiya bilan muomala qilmasdan manfaatparastlik, shuhratparastlik tuyg'usi bilan muomala qiladi. Shunga atrofli tushuncha berishning zaruriyati bor deb qarayman. O'rta asrdagi Yevropada maktablar diniy jamiyatlar bilan feodal podshohliklarning ilkida bo'lib, bolalarga Injilni yodlatish, Parvardigorga toat, ibodat qildirish muarifning asosliq maqsadi qilinib, odam tarbiyalash, ilmiy ma'rifat o'rgatish bir chetga qayirib qo'yilgan edi. Adabiyot san'atining qayta gullanishi, ya'ni adabiy uyg'unish mazgildagi yozuvchi Frankus Raylais Gigant odam degan asarda odam ahmaq qiladigan bundoq maktablarni qattiq masxara qilgan. Bundaq maktablarda bir necha yil o'qigan odam bir qism an'anaviy tarbiyani va vaqti o'tgan chirik ta'limotlarni qabul qilib, oxirida to'liq savodi chiqmagan chala bilimdon bo'lib qoladi. Italiyalik mutafakkur pedagog Vittorino 1378-yil tug'ilib, 1446-yil vafot bo'lgan, ko'nichi maktablarning bolalarni ojiz, qiyri-mijoz qilib qo'yadigan, o'lik ish qiladigan, kitob g'ajilaydigan qurt qilib tarbiyalab chiqishiga qarshi turib, yangicha o'qitish shaklini ham ilg'or fan madaniyat bilimlarini o'rgatishni tashabbus qilgan. U bu tashabbuslarni o'zi qo'l selib amaliyotni o'tkazib, mutaassib kuchlar bilan ro'bro turib elishgan. Yevropada feodallik jamiyat yemirilishga boshlagan, kapitalizm toza gullanayotgan davrda yashagan chexlik ulug' pedagog Komenskiy 1590-yil tug'ilib, 1670-yil vafot bo'lgan, demokratiya va taraqqiyot maydonida turib, o'rta asrdagi koni muarifni dodillik bilan tanqid qilgan hamda bir yurish yep-yangi muarif ideyasini o'tirg'a qo'ygan. U barliq qiz-o'g'illar maktabda o'qishi shart. Puldor martabeliklarning bolalarla maktabda o'qib qolmay, balki yana shahar bozorlaridagi barliq bolalar boy, kambag'al, aziz, past bo'lishidan qat'iy nazar maktabda o'qishi kerak. Maktablar ularga hozir va kelgusidagi turmushga kerak bo'ladigan barliq ilm fan bilimlarini o'rgatishi kerak. Bolalar yosh quramiga qarab tarbiyalanishi kerak deb o'tirg'a qo'ygan. Komenskiy maktablar sinf yilliklar bo'yicha dars o'tish tuzumini va o'qish yili tuzumini yo'lga qo'yish kerak degan qarashni dunyo bo'yicha eng burun o'tirg'a qo'ygan odam. U o'qitish ishlarini o'ng'ay, uzil-kesil chaqqon qilishni murojaat qilgan. Uning o'rta asrdagi ko'nicha muarifni oxirlashtirish, burjuaziya yangi muarifini borliqqa keltirish uchun qo'shgan to'hfalari tarixdan buyon tillarga daston bo'lib kelmoqda. Tarix 19-asrga qadam qo'yish bilan sanoat madaniyati dunyoni bir gavda qilib tutashtirayotgan paytda sharqdagi Yaponiya hukmronlari yanala bekinimichilik siyosatida ching turib, tashqi kuchlarning Yaponiyaga tajovuz qilishidan saqlanish uchun yaponiyaliklarning chet elliklar bilan savdo qilishini qattiq cheklagan. Chet ellik savdogar va din tarqatuvchilarni chegaradan qo'g'lab chiqargan. Fuqarolarning faqat Jungo va Koreyaliklar bilanla savdo qilishiga yo'l qo'ygan. Bu xil yo'l qo'yishmi cheklama ichida bo'lib, ular bilan faqat Yaponiyada, ya'ni kelib Nagasaki shahridala savdo qilishga yo'l qo'ygan.
Yaponiyaliklarning chet elga chiqmasligini belgilagan. Lekin Mistoy, Mitsubishi qatorliq cho'ng savdogarlar g'arb madaniyatini ko'rish jarayonida qanday qilganda Yaponiyani boy, qudratlik bo'lish yo'liga boshliqli bo'ladiganligini to'nib yetgan. Shunda qilib Yaponiya jamiyatida bara-bara bekinmachilik bilan qarshilashadigan yangi ideyaviy iqim shakllangan. 1853-yili Amerika dengiz armiyasining Kommodori Perry boshchiligidagi flot Yaponiyaga kelib, Amerika Zongtong'ining Yaponiya Tinnosiga yozgan xatini shogunat hukumatiga topshirib, Yaponiyadan diplomatik munosabat o'rnatishni va savdo qilishni qattiq talab qilgan. Shundan e'tiboran Yaponiyaning 200 yildan ortiq taqalgan davlat darvozasi ichib etilib, dunyoga yuzlanishga majbur bo'lgan. Kuchlik taraqqiy qilgan davlatlarning Yaponiyani iqtisodiy jihatda qaqti-soqti qilishi natijasida jamiyatda tabiiy holda ijtimoiy krizis kuchayib ketgan. Mistoyga o'xshash o'qimishliq savdogarlar sanoat madaniyatining afzalligini ko'rib yetib, chet ellardan mashina setib olib, zavod qurgan. Hukmronlar qatlamidagi bir qism kishilarmi o'z oldiga ish ko'rib, o'zini qudrat topqizadigan islohot tadbirlarini qo'llanishga kirishib, o'z joyining ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surgan. 1868-yili yangidan podshohlik taxtiga chiqqan 16 yoshli Tenno yorliq e'lon qilib, 50 ming kishilik zo'r qo'shin tashkillab, bekinmachilik shogunat hukumatiga jazo yurishi qilib, shogunatni taslim qilib, Yaponiya tarixidagi eng shonliq davr, ya'ni Meiji yangilikqa ko'chish davriga qadam qo'ygan. Shu yili 4-oyning bir kuni Tenno Xan sarayida vazir huzurlari bilan birlikda mashhur 5 moddalik qasamnomani o'qigan. Uningdan aniq qilib, dunyodagi har qaysi ellardan bilmaganni o'rganib, xonadonimizni zo'r kuch bilan gullantiramiz deb jakarlagan. Meiji hukumati yangilikqa ko'chishni jakarlaganda savdo sanoatni jonlantirish siyosatini yo'lga qo'ygan. Ma'rifatchilikni tashabbus qilib, Yamatolarga xos ruh, g'arbcha istidod bo'lish tek muarif prinsipi turg'izib, o'quvchilarni Yaponiyaning samoviy xonga sodiq bo'lish, vatanni suyishdak an'anaviy ideyasiga ega qilish bilan bir vaqtda yana g'arbning ilg'or fan texnika bilimlariga ega qilishni talab qilgan. 1871-yili Meiji hukumati madaniyat vazorati qurib, mamlakat ma'arifini bir tutash boshqarib, boshlang'ich maktab, o'rta maktab va oliy maktabdan iborat 3 darajalik ma'arif tuzilmasini turg'izishga boshlagan. Yangilikqa ko'chish hukumat harakati orqali elib berilg'ashqa, g'arbdan o'rganish uzil-kesil ham natijalik bo'lgan. Qisqagina 20 yil ichida Yaponiya kapitalistik sanoatlashishni dastlabki qadamda ishga oshirib, Osiyodagi kapitalistik egiligi eng taraqqiy qilgan davlatga aylanib, kichikina bir orol sharqdagi qudratli davlat sifatida qad ko'targan. Qudrat topgan Yaponiya tabiiy holda chet ellarga kengaymachilik qilish yo'liga qadam qo'ygan. Ular tajovuzchilik nazarini bepoyon zaminga ega yaqin qo'shnisi Jungoga tikkan. 1894-yili Yaponiya Javu yilidagi Jungo-Yaponiya urushini qo'zg'ab, Jungoni mag'lub qilib, Qing sulolasi hukumatini Simonosuke shartnomasini imzolashga majburlagan. Bu ish uzoqdan beri o'zini Sharqiy Osiyo madaniyatidagi yetakchi deb to'nib, faxrlanib kelayotgan Jungoni misli ko'rilmagan darajada zilzilaga solgan. Jungoliklar ichinishliq milliy mag'lubiyatdan azob va xo'rliq tortish bilan bir vaqtda sababi ustida qayta o'ynashga boshlagan. Jungo jamiyatidagi o'qimishliq azatlar Yaponiyaga o'xshash g'arbdan o'rganib, qonun o'zgartib, yangilikqa ko'chishni kuchli tashabbus qilgan. Savdo sanoat orqali davlatni qutqizish, ma'arif orqali davlatni qutuldirish ideyasi o'tirg'a qo'yilgan. Ma'arif orqali davlatni qutuldirish fikr iqimidagi ziyolilar ma'arifni taraqqiy qildirishning muhim ahamiyatini milliy xavfdan saqlanish yuksakligida to'nagan.
Ular muarif raqabeti 20 asrdagi har qaysi davlatlarning hayot mamatliq raqabatining ochqishi, harbiy raqobat, iqtisodiy raqobat, yezi egilik raqobati va sanoat raqobatida g'alaba qilish yoki mag'lub bo'lishning markaziy tuguni deb qaragan. Yangilikqa ko'chish tarafdorlarining dohisi Kang Youwei 1895 yil 8 oyda Beijingda siyosiy tashkilot, ya'ni qudrat tepish ilmiy jamiyatini qurgan. Bu jamiyat g'arbning ilm-fan bilimlarini qitirqinib, o'rganib, qonun o'zgartishni maqsad qilgan. Liang Qichao 1896 yili Shanxayda o'qishni kuchaytirish harakati bilan shug'ullanib, Jungo qonun o'zgartib, qudrat topmoqchi bo'ldi ekan, g'arbdagi kapitalistik davlatlarning siyosiy tuzumi va madaniyat muarif tuzumini o'rganish kerak deb aniq o'tirg'a qo'ygan. Hukumatning yuqori darajadagi amaldorlari orasidagi bir turkum taraqqiyotga moyil kishilarmi yangilikqa ko'chish tarafdorlarining tashabbusini qo'llab quvvatlagan. Bu bölümni sal qisqartib o'qiy. Xo'sh. 1900 yili 8 davlat birlashma armiyasi Beijingni besib olgan mezgilda Guangshui xonni elib Xi'anga qochib ketgan Su Shitayxu Jungo zaminini qoplagan g'azablik cho'qan sadolarga bardoshlik bera olmay 1901 yili 1-oyda Guangshui xonning nomida farmon jakarlab 2 yil burun tırnağıca qarşı turgan qonun o'zgartish, yangilikqa ko'chish bayrog'ini ko'tarib chiqib, yangi siyosatni yo'lga qo'ydiganligini uqtirgan. Arqadilla turli islohot tadbirlarini e'lon qilgan. Bu tadbirlarning ichida o'qish tuzumini isloh qilish, yangi maktablarni ichish, xususiylarning maktab ichishini qo'llash tadbirlarimi o'tirg'a qo'yilgan. Shunday qilib, Jungoning Kongzi ideyasi yetakchi qilindigan an'anaviy adab axloq dasturlari bo'lgan 4 arkan, 5 ahkam qatorliq vaqti o'tgan kitoblar qarag'ularcha yodlatiladigan koni muarifi, zamonga mos fan, madaniyat bilimlarini o'rgatishni asos qiladigan g'arb muarifiga o'rin bo'shatishga boshlagan. Natijada yangi muarif haqiqiy ravishda barliq kelishga boshlagan. Bu bölümlerini biraz qisqartib etay. Undaqda Uyg'ur jamiyatida yangi muarif harakati qandaq arqa ko'rinish ichida, qandaq shaklda, qanchalik ko'lamda, qaysi mezgilda barliq kelgan? Dunyodagi o'zgarish va yangiliklardan xabarsiz, o'rta asrning g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgan holda uxlayotgan, milliy mavjudlik haqida ozroqmi kriz tuyg'usi shakllantirmagan bir jamiyatda yangi muarif harakati tasoddibiy ham shuncha oson shakllanib qolamdi. Tarixning bizga yetkazgan haqiqati shuki, Uyg'urlarda yangi muarif harakatining shakllanishi tamoman 19-asrning keyingi yarmida Tatar jadidchilari qo'zg'agan ma'rifatchilik harakatining ta'siri ostida bo'lgan. Tataristonlik akademik Qazon universitetining mudiri Mirqasim Gosmanov zamonimizdagi Uyg'ur tadqiqotchilarining Uyg'urlarda yangi muarifning shakllanish sababi haqidagi palapatish qarashlarini tanqid qilib yozgan Şinjandagi Uyg'ur yangi muarifi va Ismoil G'asparali degan maqolasida ro'shan qilib undaq degan. Uyg'ur yurtlariga jadidcha o'qitish usuli, zamonaviy maktab ichish ideyasi O'rta Osiyo o'lkalari orqali oldi bilan Rossiyadan, aniqroq aytganda Qrim va Idil bo'ylaridan, texmi ochiq qilib aytsak, Bog'cha saroyidan, ko'pincha hollarda Qozon, Ufa va O'rinburuqlardan kelgan edi. Chunki Qrimda nashr qilingan ma'rifatchilik ideyasini ko'tarib chiqqan va keng tarqalgan tarjimon gestimi Uyg'ur yurtlariga Idil daryosini kechib kelar edi. Undaqda Tatar uyg'onish harakati deb atalgan jadidlik Rossiyadagi tatarlar orasida qachon qandaq shakllangan? Ma'lumki, tatarlar Turkiy xalqlari ichida ruslarning temir changaliga eng burun tushgan. Rus zulmini eng boldur, eng ig'ir tetigan xalqdir. Tatarlarning Volga, ya'ni Idil daryosi vodisidagi Qozon,
Astraxan, ya'ni Ashtarxan va Qrim qatorliq xalliqlari yangidan kuchaygan, kengishga yuzlangan Rossiyaning tunji ishg'oliyat nishoni bo'lgan. 1552-yili Sur hayvatlik Ivan Qozonni ishg'ol qilgan. Aradan 10 yil o'tmayla Astraxanni ruslar o'z davlatiga qo'shib olgan. Qrim xalliqi Osmaniylar imperiyasining homiyligidagi davlat bo'lganligi uchunla sakratdagi holatda 2 asrni o'tkazgan. Keyin Yekaterina 2 eng oxirgi qadamni elib Qrim xalliqini ishg'ol qilgan va yo'qotgan. Amerikalik dаңlıq tarixchi Gavin Hambili Rossiya hukmronligidagi Qozon tatarlari to'g'riliq bundaq bayonlarni yozgan. Ruslar 2 asr davomida Qozon rayonida aslidagi Qozon xalliqini uzil kesil ruslashtirib etish hamda musulmonlarning bu to'pini o'z jamiyatiga qo'shib olish maqsadida bir xil vahshiy siyosatni yurgizdi. Ruslar Volga daryosining o'ttiri iqinidagi rayonlarda tatarsizlashtirish siyosatining tunji qadamini ijro qilib, tatarlarni barliq muhim shaharlardan, bo'libmi Qozon shaharidan qo'g'lab chiqardi. Buning bilan Rus dehqonlari Volga daryosining o'ttiri iqinidagi rayonlarga kelkundak yamrab keldi. Bu yerlardagi yerlik musulmonlar va onamizmchilar naiti tezla asonliq millat bo'lib qoldi. Islom dini xodimlarining huquqlari bekor qilindi. Vahbi yerlar tortib elindi. Masjid, madrasalar buzib tashlandi yoki taqib etildi. Eng oxirida ruslar o'z nazarida xatarlik deb qaralgan tatar oqso'ngaklar qatlamini yo'qotishga kirishdi. Shuning bilan tatar feodal oqso'ngaklari uchun yoki xristian diniga e'tiqod qilish yoki favqulodda imtiyozdan ayrilishdan birini tanlashga to'g'ri keldi. Tatarlar uzoq mezgillargacha qattiq qarshilik ko'rsatdi. Qo'zg'olonlarning hammasi bakmu vahshiyona ravishda bostirib etildi. Mana mushu jarayonda tatar oqso'ngaklar qatlami asosan tegidek yo'qitildi. Tatarlarning umidsiz qarshiligining to'liqlamasi sifatida tatar millatimi cho'nqur ijtimoiy qurilma o'zgarishini boshdan kechirdi. Shaharlardan qo'g'lab chiqarilgan oqso'ngaklar va qo'l hunarvanlar yezi qishloqlarga berib, eng oxir yangi bir qatlam savdogarlar qatlami bo'lib shakllandi. Bu qatlam puxta qadamlar bilan sharqqa siljib, har qaysi joylarda avod savdo markazlarini qurib chiqdi. Tatarlarning o'z yurtidagi muhim o'rnining ojizlashishiga agishib, ular tadrijiy yo'sinda yangi savdo o'ttira qatlam burjuaziya yetakchiligidagi sargardon qavm bo'lib qoldi. Tatarlarning ichinishliq taqdiri haqidagi bu bo'limni sal qisqartib o'qiy. 1855-yili Char Rossiyaga podshoh bo'lgan Aleksandr II musulmonlarni, jumladan tatarlarni qattiq besish siyosatini asliga keltirgan. Tatarlarni e'tiqodini o'zgartirishga majburlab 200 mingga yaqin tatarni xristian diniga kirgizgan. Tatar savdogarlarini cheklash to'g'risidagi qonun tadbirlarini tuzib, ularni ojizlashtirgan. 1850-yillardagi Qrim urushi Qrim tatarlarga cho'ng ofat bo'lib qolgan. Shu chaqda Qrimda 300 mingdan ortiq tatar bor edi. Aleksandr II tatarlarni Osman imperiyasiga ko'chib ketishga qistab 1859-yildan 1863-yilgacha bo'lgan 4 yil ichida yerimdan ko'proq tatarlarni ketkizib o'tgan. Tatarlar uzoqqa qolmayla Qrimdagi oz sonliq millatga aylanib qolgan. Aleksandr II davridagi tatar millatining bir butunligi va moddiy manfaatiga qo'shilib zarba beradigan xilma-xil yovuz siyosatlar tatarlarda kuchlik inkas qo'zg'agan. Ular o'zlarining milliy kimligini va diniy kimligini saqlab qolish uchun o'zlarining qaloq madaniyatini o'zgartirish, g'arbning ilm-fan madaniyati bilan islom qimmat qarashini tang yo'lga qo'yish nishon qilingan islohotchilik harakatini boshlagan.
Tatar tarixini nurlandırgan, jadidlik hareketi deb atalgan bu şalliq islohotni boshlagan kishi İsmail G'asparali. İsmail G'asparali 1851-yili Qrimda Oqsumak oilasida tug'ilgan. U Qrim tatarlarining Qrim urushidan keyingi fojiasini ko'rib cho'ng bo'lgan. Kichikida an'anaviy tarbiya olgan, keyin rus maktabida o'qigan. Moskva quruqliq armiya ofitserlari maktabida harbiy bilim o'rgangan. Moskvada dangliq yozuvchi Turgenev bilan do'stlashgan. Mashhur pan-slavyanchi Ziyoli Katanov bilan uchrashgan. Rossiya ideya sohasidagi eng yangi tashabbus va qarashlar bilan yaqindan tanishgan. Maktabni bitkazgandan keyin Qrimdagi bir madrasada o'qituvchilik qilgan. Keyin Fransiyada 4 yil, Turkiyada 2 yil o'qib, Fransiyadagi liberalizmchilar va Turkiyadagi yosh turkchilar harakati bilan tanishgan. Rossiyaga qaytgandan keyin 2 yil o'tib 1877-yildan 1882-yilgacha yurtda Bog'cha saroyining shahar boshlig'i bo'lgan. Mushu yillarda kengaymichi Char Rossiya O'rta Osiyo o'lkalarini peli qurtdi g'azon yegandek yeb 1865-yili Toshkentni, 1868-yili Buxaroni, 1873-yili Xivani, 1881-yili G'ozi To'pani, 1884-yili Marvani ilkiga olgan. Char Rossiyaning bepoyon O'rta Osiyo zaminidagi turkiy xalqlarining taqdirini olqiniga ilib olganligi dunyoni zilzilaga solgan. Dunyo qarshi pishib yetilayotgan yuksak g'oyaga ega İsmail G'asparalining vujudini larziga solmay qolmagan. U bu tajovuzchilikning kelgusida qandoq oqibatlarga elib boradiganligini aniq ko'rib yetgan. Zamandaşlarga nisbatan ideya jihatda alayda yuksaklikka yetgan İsmail G'asparali 1881-yili 30 yoshida mashhur asri Rossiya musulmonlarini nashr qildirgan. Rus til yoziqida nashr qilingan bu kitob ayni vaqtda zo'r ta'sir paydo qilgan. Char Rossiya hukmronlari azaldan Rossiya tavasidagi Rus bo'lmagan xalqlarning, bo'libmi xristian bo'lmagan xalqlarning o'z ona tilida gazet jurnal chiqarishini qattiq cheklash siyosatini yurgizib kelgan edi. Po'latdek mustahkam irodaga ega İsmail G'asparali zo'r tirishchanlik ko'rsatib, mana bu shundoq razil siyosatdan o'z g'oyasini amalga oshirishga imkoniyat hozirlagan. Öz xalqi, qeyrindosh xalqlar uchun biror muhim chora ko'rilmasa, ularning butunlay qo'lliqqa tushib qoladiganligi yoki boshqa xalqlar orasiga singib izsiz yo'q bo'lib ketadiganligini tushungan İsmail G'asparali bundaq choralarning eng muhimi sifatida eng oldi bilan milliy matbaa yaratish va o'qitish ishlarini isloh qilishni tanlab olgan. İsmail G'asparali o'zining islohotini haqiqiy turda boshlashdan va gazet chiqarishdan ilgari Qozonga alohida berib, u yerda tatarlarning o'z zamonasidagi obro'li o'limasi va tarixchisi Shihabiddin Marjani qatorliq ilg'or ziyolilari, ochiq fikrlik boylari bilan ko'rishib, o'ziga maslakdosh topgan. 1883-yilning 5-ida ayda 2 son chiqadigan tarjimon nomli gazetni nashr qilgan. Tilda, fikrda, ishda birlik degan programma xarakterlik shuarni yetakchi ideya qilgan İsmail G'asparali gazetning tarqalish doirasini kengaytirish, keng turkiy xalqlarining ong fikriga ta'sir ko'rsatish maqsadiga yetish uchun bu gazetni Bosfor kemachilaridan Qashqar karvonchilarigacha tushunishlik bo'lgan bir o'rtaq turkiy tilda nashr qilgan. Bu o'rtaq til İsmail G'asparalining tirishchanligi orqali yaratilgan o'rtaq adabiy til bo'lib, u bu tilni Qrim tatar shevisini asos qilgan holda boshqa turkiy shevilardanmi so'z ibora ilib yaratgan. Til tadqiqotchilari bu yangi hodisani keyin G'asparali tili deb chiroyli atashgan. Yeziqchilik va nashriyatchilik faoliyatlari bilan qanoatlanmagan İsmail G'asparali dunyo boshlang'ich maktab ma'rifining otasi,
Швейцарiyalik даңлық pedagog Henrik Pestolitsining pedagoglik ta'limoti bo'yicha ko'nichi maktablarda yangi usuli jadid o'qitish metodini umumlashtirish maqsadida muharib islohotini boshlagan. 1884-yili yurti Baxchisaray shahrida uning yangi o'qitish usuliga uyg'un tunji elifba kitobi tarqitilgan. Yuqoridagi mazmunlar Türkler namlı kitaptan elingan bulup, mazkur kitap Ankara Yeni Türkiye Neşriyatı tarafından 2002-yili nashr qilingan. 485 bet. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. İsmail Gasprali'nin ma'rifatchilik ideyasi, o'qitish usuli haqidagi tafsiliy mazmunlarni biroz qisqartib o'tay. O'rta Osiyo jadidchilarimi jamiyatni o'zgartirish, milliy uyg'unishni amalga oshirish uchun avval avomning ong saviyasini isloh qilish lozimligini tunib yetgan. Shunga bas-basda yangicha maktablarni ochgan, gez chiqargan, qiroatxona qurgan, darsliklarni nashr qilishga kirishgan. G'arbning fan texnikasini o'rganish zaruriyatini nazarga olib, Yevropa madaniyatiga qiziqishga boshlagan. Shu orqali milliy kimlik tafakkurini yuksaltirishga zamin hozirlagan. İsmail Gasprali boshlagan jadidlik harakatining ta'sirida 20-asrning boshlariga kelganda O'rta Osiyo o'lkalarida alohida ta'sirga ega tunji avlod jadidchilar borliqqa kelgan. Bulardan mashhurlari Munavvar Abdurashid, Munavvar Qori, Sadriddin Ayni, Mahmud Xo'ja Bahbudi, Abdullah Avlani, Zaki Validi To'g'an, Toshpo'lat Narbotabek, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon qatorliq milliy ziyolilardir. Bular keyingi kunlarda O'rta Osiyoni qoplagan milliy harakatlarda boshlamchilik rol o'ynab, o'zlarining ajoyib milliy qimmatini namoyon qilgan. Undaqda O'rta Osiyoda jadidlik harakatlari toza jonlangan, cho'ng yuzlanish hosil qilgan sharoitda Tangirtog'ning shimoliy va janubidagi Uyg'ur yurtlarida jadidlikka yaqindan ko'ngil bo'lib nazar solgan ho'shyor kishilar borliqqa kelganmi yo'q? Aka-uka Musaboyevlar jadidcha maktabni zodi qachon borliqqa keltirgan? Mirqasim Gosmanovning Şinjandagi Uyg'ur muarifi va İsmail Gasprali nomli maqolasidagi bayonlarga asoslanganda Qozonliq Varishah G'ali Akbarov degan biraylan Tarjimon gazetining 1899-yili 10-dekabrdagi soniga bir xabar yozgan. Xabarning mazmunidan ma'lum bo'lishicha, Husayn Musaboyev 1898-yilida usuli savtiya metodini o'rganib kelish uchun Rossiyaning Orenburg shahridagi jadidcha tatar madrasasiga Abdulkarim apandi degan Uyg'ur kishini avatgan. Mana shu kishi Orenburgda bir yildan ortiq turib, usuli savtiya bo'yicha tajriba hosil qilib, shu kunlarda G'ulja orqali Qashqarga qaytib kelgan. Bu xabarni yozgan Valishah Tarjimon gazetining 1900-yili 16-yanvar kunidagi sonida yana maqola yozib, Husayn Musaboyevning bu ishiga yuqori baho bergan. Shundan keyin ko'p o'tmay Husayn Musaboyev yana bir kishini, Hoji So'pi o'g'li Mahsum apandi degan Uyg'urni jadidcha usulni texmi obdonroq o'rganib kelish uchun Baxchisaray shahriga avatgan. Ana shu Mahsum apandi Qashqar va G'ulja shaharlarida jadidcha 9 maktabning doimiy ravishda ishlab turganligini ma'lum qilgan. Tarjimon gazetimi o'z navbatida Husayn Musaboyevning bu jihatdagi tirishchanliklarini alohida xabar qilib turgan. Shuningdek, imtihonlarning jamoatchilik oldida ochiq va tantanlik yo'sinda e'lonqanligi xabar qilingan. Bu qimmatlik ham ishonchlik uchurdan biz Abdulkarim apandi deb atalgan Kerem apandi, ya'ni Ustunatush xalqi, yana Kerem xalpitim, Kermaxun
cho'ng g'ojikam deb ataydi. Ning o'rganishga va berib kelishga sarf qilgan vaqtini chiqarib etib va fasl omillarni nazarda tutib hisoblaganda 1899 yili kuz oylarida Eksaqda usuli savtiya, ya'ni jadidcha usul bo'yicha bolalarni o'qitishga boshlaganligini aniq bilalaymiz. Mana buni biz Uyg'ur yangi ma'rif harakati boshlangan 3-yil deb qaraymiz. Kerim Efendi'ni Uyg'ur yangi ma'rif tarixidagi birinchi muallim, Xo'jai avval bo'lish sharafi bilan qutlug'laymiz. Qaysar, farosatlik zot Husayn Musaboyev, ya'ni Husayn Boyni milliy hayotimizdagi bu ulug' boshlanishga yo'l ochgan tarixiy shaxs sifatida suyunib turib tilga olamiz. Uning İsmail G'asparali boshlagan jadidlik harakatiga O'rta Osiyo jadidchilari bas-basda maktab ichib ovoz qo'shayotgan yillardala tang qadam elib qatnashganligidan cheksiz faxrlanish his qilamiz. Akovka Musaboyevlarning zamonaviy zavod qurib, jadidcha maktab ichib, chet ellarga turkumlab o'quvchi chiqarib, Uyg'ur xalqini zamonaviy madaniyat va yangi ma'rif bilan uchrashtirgan shonliq ish izlarini, Uyg'ur jamiyatida yangi yuzlanish hosil qilgan tarixiy to'hfasini mangu yod etamiz. Hurmatli anglarman qarindoshlar, mazkur maqola dangliq yozuvchi, obzorchi Yalqin Ro'zining 10 yildan ortiq qitirqinib izdanishi natijasida ro'yobga chiqqan. Shuning uchun maqola xeyli uzun. Shu sababli mazkur maqolani 2 bo'limga bo'lib o'qib beraman. Yuqorida birinchi bo'limini angladinglar, keyingi qismiga diqqat bergaysizlar. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani qizim Dilfuraz G'ani ishlagan. 2025-yil yanvar janvada unga elindi. Xayr xo'sh, aman bo'laylik.